Assalomu alaykum qadrdonlar. Neytralkaga ham chiqib oldim mana. Rossiyadan chiqib Qozog'istonga kiramiz endi. O'zicha sustroq ishlayapti. Inshaalloh o'tib ketamiz. 2, 4, 6 ta mashina bor ekan oldimda o'chiritda. Keyin men Qozog'istonga ham o'tib oldim mana, xudo xohlasa. Qozog'iston. Lekin kollega vafshi ko'p. Vafshi ko'pdan ham ko'p kollega bor. Sabr tilaymiz, sabr. Sabr tilaymiz hammaga. Bu yoqda ham ko'p-ku, bunchalik bu taraf vafshi nol ishlayapti, nol. Lehkovoy ko'payib ketibdi, lehkovoy bor. O'zimizda ham kasblar mana o yerda muhridan xoli qilib. Nechara safar, demak 2 sutka bo'ldi turganiga. 2 sutkadan beri turibdi bechara shu yerda. Pashti. So'rashib o'tib ketaman endi. Hammaga sabr tilab qolaman. Alloh sabr bersin. Shunchalik ham ko'p bo'ladimi? Oxiri ko'rinmayapti mana. Transportniga kelyapman. Transportnidan ham yo'q anchagina borishga kelajodi. Xudo xolasa Qozog'istonga o'tib obmenlarda qilib beraydi. Transportni hozir to'sib raspechatga so'radi. Raspechatga chiqarib berdim. Chip kartamni olishim kerak ekan bu joydan. Olib, uni qo'liga bersam, inspektor tekshirar ekan. Qanday qonun bu? Chip kartani olindi, rejim buzildi bo'ladi bunda. Hozir bunga tushuntirdim. Bizda O'zbekistonda ham boshlandi chip kartaga. Hozir buni oladigan bo'lsam, rejim buziladi-yu o'zi. Короче, o'zinikin dalgat qildi. Raspechatga chiqarib berdim mana. Tekshirdi, tekshirib ko'rdi. Atak hammasi zo'r, cho'tki. Bir safar kechirdim dedi. Hech bola yo'q bo'lganda kechirmas edi, hamma yoq to'g'riligi uchun kechirdi bu. Bu kalegani oxiri tugarmikan? Bu kalegani oxiri tugarmikan? Bu kalegani oxiri tugamayapti-ku. Do'stlar, hamkasblar, sabr tilayman, sabr. Iloji yo'q ekan. Bu Dannobojnikda sabrdan boshqa narsani iloji yo'q mayli. Cho'ta strechka ketyaptimi desam, bu salarka qo'ygani kelyapti shekilli, buraton. Qirg'iziston. Sinol zapravkadan ham o'tib ketibdi bu. O'chiritlar. Yo'q. Shunda hozir mana 7-kilometrda keldim. 7-kilometrdan ham o'tdim. O'sha 8 kilometrga o'chirt bor-ku. Bu joyda. Jaysan Sagarchinga qarab o'tish. Qozog'istondan Rossiyaga o'tish. 7 kilometrdan ortiqroq, past 8 kilometr bor ekan, примерно. Shu 8 kilometrga yaqin ekan. 7 kilometr 700 shunaqa bor ekan. Bu holva hozir Sarjinsayda ham to'sib qo'ygan Gaishnikda. Yo'q. Sarjinsayda stayankada pashti to'la. Yo'lda bir 600-700 metr, mana o'ng taraf, chap taraflarda. Voy bu. Pashti 1 kilometr ekan. 1 kilometr o'chir stayankalarda. Jivoy o'chirdan tashqari bu onlayn o'chir hali yetib kelmagan bu joyda. Yetib kelmagan joyga shunchalik o'chir. Mayli, sabr. Sezonda sabr qilamiz endi. Nima qilardik? Oxiri yetdi ekan mana. 2 avtobus turibdi. Alloh sabr bersin. Aktubiy Obeznoy. Chimkent 1564. Obeznoyga tushaylik. Endi Dunganlarning kafesiga kirib, ovqatlanib, keyin yana yo'llarda davom etamiz. Charchadim shekilli. Tillarim ham so'zga qarab chalkashib ketib qolyapti. O'chirt odamni ezib yuboradi-da. Ming odam
Treza bo'lgan bilan o'chiratda kutish. Uncha ko'p kutmadim, o'tib ketdim, lekin baribir kutish yomonda. Sabr shu joyda sabrlarimiz sinaladi. Xudo xohlasa mana sekin astalik bilan yo'ldamizda yana Tunganis kafedan ovqatlanib sekin ko'prik usti juda yomon olib ketdi. Voy. Hamma ko'prik usti yomon olib ketdi yana. 20-30 tezlikda ham shunchalik qilib tashlaydi. Yomg'ir ham bitta ikkita sekin boshlayapti. Aktubida bezidan tushay deganda yomg'ir ham jadallashib ketdi, lekin buni juda shikarniy yog'yapti yomg'ir boru, o'ta shikarniy. Juda yoqimli, juda shikarniy. Havo ham yomg'irlar tinib, sel etingan yomg'ir ozgincha tinib mana cho'tki bo'lib qoldi. Yana yurishda davom etyapman. Xramtovga qarab. Sal yorug'da yurib olmasak, hali kechki payt keyin kechkirganda qiyin bo'lib qoladi, yo'l chatoq bo'lib ketadi unda. Tunda yurish juda qiyin bo'ladi-yu. Xramtovga qarab kelishda Prezga yetmasdan yo'l yana shunaqa greyderga tushirib qo'ydi. Negaki bilmadik. Greyderni ochib bekitib shunaqa qilyapti. Tushunib bo'lmay qoldi. Xramtov. Xramtovga ham kelibman mana. Shu yerda Sherxon degan kemping bor. Shu joydan endi o'tib ketyapman. Xramtovdan. Karabutoqqa qarab ketaveraman, Xramtovdan o'tib. Xudo xohlasa Qorabutoqqa kelib mana Sinoildan salarkani qo'yamiz endi. Shu bilan keyin davom etamizda. Hozircha Sinoildan salarka qo'yamiz. Endi bu joyda necha pul ekan salarka? Hozir bilamiz 5 tanga yo 4 tanga skitka qilib beradi bu. Skitka. Asl narxi 326 tanga ekan. Sinoil zapravka. O'choq. Qorabutoqda yangi ochilgan Sinoil. Xudo xohlasa shu joydan salarkani qo'yamiz endi. Men hozir bu joydan salarka qo'yishda 326 tanga ko'rib turibman tabloda mana. Shundan skitka qilib berish kerak asli. Eng interesna joyda mana. Asli 326 tangadan skitka qilish kerak. Hozir so'rasam, o'zi skitkasi bilan 326 deydi. Bu joyga 326 yozmaydi-da skitka bo'lsa. Hayron bo'ldim. Mayli endi. Ichi balani hal qilmaydi. To'g'ri kelmaydi-da. Balki biz adashib turgandirmiz. Balki bular. Men har doimgi holat mana salarkani oldim. Baklashga. Qaysi holatda ko'rsatsam ko'k ko'rinardi. Baklashga ham chatoq bo'lib ketibdi. Tashqi taraf. Asli ko'k. Bu kamerada qandaydir sal ko'rinyapti. Siniyroq ko'rinyapti, sariroq. Lekin ama ko'k bu. Bu salarka ko'k. O'zi Sinoil brend-ku Qozog'istonda. Salarkani qo'yib endi tamoq yeymiz. Ovqatlangani kiramiz. Bu joyda yangi kemping ochilgan-ku. Edilga kiramiz. Edilga qarab o'tib ketamiz.